Assalomu alaykum aziz insonlar. Alisher Abdullayev YouTube kanalining a'zolari, obunachilari. O'tgan Hayit ayyomlari bilan hammalaringizni tabriklaymiz. Bugungi mavzuyimiz erkaklarda, yigitlarda ko'p uchraydigan, opa-singillarda ham uchraydi, ko'proq buyrak kasalligi. Ya'ni buyrakning sovib ketishi, buyrakning zaifligi, unda namlikni tez sezish, ayollarga gohida shish berish holatlari haqida to'liqroq ilmimizni yetgancha avvalo Alloh ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda buyrak kasalliklari, buyrak mijozining, tana mizojining, ya'ni buyrak mizojining sovib ketish holatlari juda ko'p uchrayapti. Endi bunga qisqacha nima sabablar bo'ladi? Endi oldingi videolarimizda ham aytdim. Qisqacha aytaman, nima sabablar bo'ladi? Ko'proq buyrak bel qizigan vaqtida sovuq mahsulotlarni ichish hisoblanadi. Demak, bu holat buyrakning zaifligiga olib keladi. Chunki buyrak o'sha vaqt qiziydi. Biz insonlar esa unga muzlik sovuq mahsulotlarni yuboramiz, ya'ni iste'mol qilamiz. Endi buyrakka ya'ni davolash strategiyasi uy holatlarida, umumiy uzoqdagi ya'ni uydan uzoq bo'lgan insonlarda nimalar qilish kerak? Eng avvalo, birinchi navbatda ovqatni suvlik va murchlik ovqatlarga asoslangan bo'lish kerak. Shalg'omlik, murchlik, albattasi mavsumiy bo'ladi. Biz shalg'omni yozda topishingiz, ya'ni kuzga yaqin pishib, yozda va erta bahor topishingiz salgina murakkabroq bo'lishi mumkin. Murchlik, shalg'omlik, suvlik, dimlamalik ovqatlarga tayanishga to'g'ri keladi. Boshlanish, davolanish shu. Sovuq mahsulotlardan iste'moldan yig'ishtirib qo'yamiz, ichmaymiz, yemaymiz. Muzdan chiqqan mahsulot marazillik deymiz. Muzlatgichlardan chiqadigan mahsulotlardan tark qilamiz. Agar uydan chiqsa, albatta isitib, ilitib ichishga to'g'ri keladi. Bu davolanish strategiyasining boshlanishi va qisqacha usuli, holatlar hisoblanadi. Endi shunday ekan, har bir insonda demak buyrak birinchi yurak hisoblanadi. Ko'plarda birinchi emas, endi asosan yurak hisoblanadi. Chunki buyragi sog'lom inson hamma a'zoda sog'lomlik holati bir yaxshi holatda boradi. Buyragi zaiflashgan inson esa butun tanada o'ziga yarasha jarayonlar, ya'ni modda almashuvi, gormonal holatlar, qon miqdori, buyrak usti bezi faoliyatlari, umumiy holatlar, tana mizojining sovib ketish holatlari yuzaga keladi. Endi ovqatlanish tartibini qisqacha tushuntirdik. Bunga endi xulosa qilib olasiz. Qanchalik cho'kmalik ovqatlardan iste'molni ko'paytirsangiz, buyrakka shunchalik ziyoni oshib ketaveradi. Endi buyrakni tashqi tomonidan yog'lash. Har kuni achchiq bodom yoki deylik sedana yoki zaytun yog'i yoki sariq yog' tuxum bilan aralashtirib surtsa ham bo'ladi. Toza asalni surtib qo'yib, salafanni teshib qo'yib, salafan yovib qo'ysa bo'ladi. Asalni faqat vodonni par qilib ozgina isitish kerak. Sovuq tomondan o'sha moy surtasini nima sursangiz ham buyrak ustiga sovuqlik holatlar bo'lmaydi. Shuning uchun bundan o'zingiz xulosa qilib olasiz. Endi bu holat ham bo'ldi, buyrakka foydali holat tabiiy, ya'ni usullardan biri aytdik. Tashqaridan yog'lash, uni qizdirish, har kuni kunora massaj turtmalar qilish buyrakka va yana bitta usul, yana bir o'shanga parallel ravishda oyoqni parlik vanna qilish. Bunda albatta insonlarda miyoma, ayollarda bo'lsa miyoma bo'lmasligi kerak. Umumiy insonlarda o'sma holatli, ya'ni saratonlik holatlar bo'lmasligi kerak iloji boricha. Iliq parlik vanna bo'lishi kerak. Bunda isiriq soling, bir deylik oshiqqacha, ayolingizning oshiq to'piq qismigacha suv solsangiz, bunga isiriq soling, ozroq murch soling, gul xayri ildizini soling, qora murch soling, uzun murch soling. Shu kabi murchlardan kerakli miqdorda deylik bir osh qoshiq isiriq, bir choy qoshiq murch, 2 choy qoshiq deylik oq murch bo'lsa, imkon topolsangiz, gul xayri ildizidan soling, bir 2-3 bo'lak ezib solsangiz ham bo'ladi. Shu qisqasi o'sha ayolni qizdiruvchi, sovuqlikni haydovchi ildizlardan solasiz. Bu ikkinchi buyrak uchun foydali. Ya'ni uchinchi usul hisoblanadi. Ya'ni birinchisi ovqatlanish, ikkinchisi yog'lash, uchinchisi oyoq vannasi va shu bilan birga parallel ravishda olib boradigan usullardan biri esa ichiladigan mahsulotlar. Damlamalar, majunlar. Majun degani asalga ko'plab urug'larning aralashmasidan majun hisoblanadi. Buni uy sharoitida tayyorlash juda qiyin va murakkab hisoblanadi. Buni biz o'zimizning narpay tabobatida davolash bo'limimizda majunlar tayyorlab beramiz. Endi uy sharoitida yo boshqa holatlarda topish mumkin. Deylik, ozgina qo'ydi dummasi va shalg'omni manti qozonda dimlab, ana shuni yaxshilab hil pishgandan so'ng, undan keyin kuniga 2 donadan 3 mahal ozgina murch sepib yesangiz ham bo'ladi. Dummani ham yaxshilab ezib, o'sha nima bilan aralashtirasiz, shalg'om bilan. 2 chimdim murch sepasiz, kuniga 1 yo 2 dona, 2 bosh shalg'omni manti qozonda pishganidan foydalanasiz. Bu ovqatlanish holatlariga yana bitta bog'liq ichiladigan mahsulotlar.
yaxshi giyohlardan biri mana bu o'simlikni men aytib o'taman. Bu ravo o'simligi, ya'ni hop. Bu ichida mana bunday buyraksimon urug'chasi bo'ladi. Ya'ni hozir ochamiz. Foydalik. Xuddi shunday buyraksimon. Qarang, Allohning qudratini qarang. Alloh qudrati mana shundan ham bilaveradi. Mana topib ichaver, deyapti. Buyraksimon urug'chasi joylashadi. Ana shundan deylik 1 litrga 5-6 donasini olib, loysa kili deymiz, eziladigan narsani yaxshilab ezib olamizda. Bunga solib choy qilib damlaymiz va bunga 10 donaday mana bu qora no'xat bo'ladi. Buni ko'plar ko'rmagan, oq no'xatni ko'proq ko'radi. Mana bunga qora no'xat bo'ladi. Bundan 10 dona olib ezib shunga solinadi va issiqroq vaziyatga bo'lgandan so'ng bir osh qoshiqdan kamroqqina asal solinadi. Asal toza bo'lishi kerak. Agar sogingiz kelmasa shu turcha ichaverasiz. Shu davomida choy qilib damlab ichib yurilsa, buyrakdagi qon, tuz, sovuqliklarga ajoyib choy hisoblanadi. Ana bu ikki xil o'simligimiz, ya'ni biri urug', ikkinchisi o'sha buyraksimon o'simlik hisoblanadi. Ajoyib natija bo'ladi. Mana shu usul buyrak uchun ajoyib tarkiblardan biri, ya'ni davolash sistemasi, ya'ni sxemasi hisoblanadi. Buni uy sharoitida topib kelib ichib foydalanishingiz mumkin. Hattoki buyrak kissasiga ham, buyrakdagi tuz qumlarga ham yaxshi natija bo'ladi. Bu ma'lumotlarni bu videomizda buyragidan nolib, buyuragi shamollab, sovuqni tez sezadigan, buyuragi zaif insonlarga jo'natib qo'ying. Ajab emas, bundan shifo topib ketsinlar.